Hurmatli vatandoshlar, aziz do'stlar va kanalimiz obunachilari. Shoshiling. Bu videoni 5 maygacha ko'rishingiz va undagi ma'lumotlarni diqqat bilan o'zlashtirishingiz shart. Hozir gapiradigan mavzu sizning mol-mulkingizga, uy-joyingizga, yer uchastkangizga va butun oilangizning kelajagiga bevosita ta'sir qiladigan juda muhim o'zgarishlar haqida. Millionlab fuqarolarimiz hozirda oz mulklarni yo'qotish, katta miqdorda jarimalar to'lash yoki uzoq davom etadigan sud jarayonlariga duch kelish xavfi ostida turibdi. Bu ma'lumotni hech qayerdan topa olmaysiz, chunki u maxsus tahlillar va huquqiy izohlarga asoslangan. Shu sababli videoni oxirigacha ko'ring. Hozirroq kanalimizga obuna bo'ling va ushbu videoga like bosing. Bu sizning boshqalarga yordam berishingiz uchun eng kichik hissangiz bo'ladi. Endi esa asosiy muammoga o'taylik. Yillar davomida mamlakatimizda mol-mulkni rasmiylashtirish, ya'ni kadastr hujjatlarini tartibga solish jarayonlari ancha murakkab, uzoq va ba'zan tushunarsiz bo'lganini hammamiz bilamiz. Ko'pchilik o'zining turar joyi, noturar joyi, yer uchastkasi yoki ularga tegishli bo'lgan qo'shimcha inshootlarni rasmiylashtirishni keyinga qoldirdi. Ba'zilar buni vaqt yo'qligi sababli qilgan bo'lsa, boshqalar qonunchilikdagi noaniqliklar yoki byurokratik to'siqlar tufayli bu ishni yakunlay olmadi. Natijada ko'plab fuqarolarimizning egaligida amalda mavjud bo'lgan, lekin qonunan to'liq rasmiylashtirilmagan obyektlar paydo bo'ldi. Ular bu mulklarda yashab, ulardan foydalanib kelishdi, lekin yuridik jihatdan ularning huquqlari to'liq himoyalanmagan edi. Mana endi vaziyat tubdan o'zgardi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining yangi qabul qilingan qarori kuchga kirdi. Bu qarorga ko'ra, ilgari rasmiylashtirilmagan, qurilishi tugallanmagan yoki hujjatlarda kamchiliklar bo'lgan mol-mulklar uchun maxsus bir martalik imtiyozli muddat belgilandi. Bu muddat aynan 5 may sanasigacha davom etadi. Bu muddatdan keyin, ya'ni 5 maydan so'ng, qonunchilikda mol-mulkni rasmiylashtirishga doir qat'iy talablar kuchga kiradi va bu talablarga rioya qilmagan shaxslarga nisbatan juda jiddiy choralar qo'llanilishi nazarda tutilgan. Bu shunchaki bir ogohlantirish emas, balki mulk egalarining kelajagini belgilab beradigan juda muhim qadamdir. Vaziyatning o'zgarishiga sabab mamlakatda mol-mulk reyestrini to'liq raqamlashtirish, shaffoflikni ta'minlash, yer va mulk munosabatlarida tartib o'rnatish hamda noqonuniy qurilishlarning oldini olishga qaratilgan keng ko'lamli islohotlardir. Bu o'zgarishlar nafaqat yangi qurilishlarga, balki ilgari mavjud bo'lgan va hujjatlari to'g'ri rasmiylashtirilmagan barcha obyektlarga ham tegishlidir. Asosiy qism 1. Nimalarni bilishingiz kerak, kimlar xavotirlanishi kerak va kimlar xavotirlanishi shart emas. Keling, nimalarni bilishingiz kerakligini, kimlar bu vaziyatdan xavotirlanishi lozimligini va kimlar xotirjam bo'lishi mumkinligini batafsil tushuntirib beraman. Bu masala juda ko'p qirrali bo'lib, har bir holatda individual yondashuv talab etiladi. Birinchidan, kimlar xavotirlanishi kerak? Sizda quyidagi holatlardan biri mavjud bo'lsa, siz shoshilinch ravishda kadastr agentligiga murojaat qilishingiz shart. 1. Qurilishi tugallanmagan binolar va inshootlar. Aytaylik, siz 2010 yilda bir yer uchastkasini sotib olgansiz va unda uy qurishni boshlagansiz. Uyingizning asosiy qismini qurib bitkazgansiz, lekin keyinroq moliyaviy qiyinchiliklar tufayli qurilishni to'xtatgansiz. Hozirgacha uyingizning faqat poydevori va devorlari mavjud bo'lib, tomi, eshiklari va derazalari yo'q. Bunday qurilishi tugallanmagan obyektlar, agarda ularning kadastr hujjatlari yo'q bo'lsa yoki ular eskicha, qog'oz shaklida bo'lsa va yangi elektron reyestrga kiritilmagan bo'lsa, siz uchun xavf tug'diradi. Misol uchun, Namangan viloyatining Pop tumanida yashovchi fermer Akramjon akamizning vaziyatini olaylik. U 2005 yilda 6 sotix yer sotib olib, ustiga xonadon qurishni boshlagan. Uyni 2012 yilda deyarli bitkazgan, lekin rasmiylashtirishga uncha e'tibor bermagan. Hozirda uning uyi texnik pasportida qurilishi tugallanmagan obyekt sifatida ko'rsatilgan, lekin elektron bazada bu ma'lumotlar to'liq yangilanmagan. Akramjon aka endi 5 maygacha bu xonadonini qonuniy rasmiylashtirishi shart. Aks holda u nafaqat katta miqdorda jarima to'lashi, balki kelajakda bu mulkni sotish, garovga qo'yish yoki meros qoldirishda ham jiddiy muammolarga duch kelishi mumkin. 2. Ruxsatsiz qurilgan qo'shimcha inshootlar. Ko'p qavatli uyda yashaysizmi? Balki sizning birinchi qavatdagi kvartirangizga oshxona yoki hammom uchun qo'shimcha xona qurilgandir.
yoki hovlida joylashgan uyingizga ruxsatsiz yozgi oshxona, garaj yoki omborxona qurib olgansiz. Bu kabi qo'shimcha inshootlar, agar ular uchun tegishli ruxsatnomalar olinmagan bo'lsa va ular kadastr hujjatlarida aks ettirilmagan bo'lsa, jiddiy muammo tug'dirishi mumkin. Masalan, Toshkent shahrining Chilonzor tumanida yashovchi Dildora opaning vaziyatini ko'rib chiqaylik. U 2008 yilda birinchi qavatdagi kvartirasining yoniga o'zi uchun kichik bir balkonni yashash xonasiga aylantirib, oshxona qilib qo'shib olgan. Bu o'zgartirish uchun hech qanday rasmiy ruxsatnoma olinmagan. Kadastr hujjatlarida ham bu o'zgarish aks etmagan. Hozir Dildora opa 5 maygacha o'zining o'zgartirilgan kvartirasini qayta rasmiylashtirishi yoki agar ruxsat berilmasa, eski holatiga qaytarishi kerak bo'ladi. Aks holda, unga nisbatan shaharsozlik qonunchiligini buzganlik uchun katta miqdorda jarima qo'llanilishi mumkin. Bu jarima 50 million so'mdan 100 million so'mgacha yetishi mumkin. Shuningdek, uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish tashkilotlari ham bunday noqonuniy o'zgartirishlarni aniqlab, sud orqali buni bartaraf etishni talab qilishi mumkin. Qishloq xo'jaligi yerlarini noqonuniy o'zlashtirish. Agarda siz qishloq xo'jaligi yerlarini noqonuniy ravishda o'zlashtirgan bo'lsangiz, ya'ni dehqonchilik yoki bog'dorchilik uchun ajratilgan yerda yashash uchun uy qurgan bo'lsangiz, yoki ruxsat etilmagan boshqa maqsadlarda foydalanayotgan bo'lsangiz, bu ham siz uchun jiddiy xavf tug'diradi. Misol tariqasida Farg'ona viloyatining Rishton tumanida yashovchi Olimjon akamizni olaylik. U 2000 yillarning boshlarida qishloq xo'jaligi uchun ajratilgan 12 sotix yerni qo'lga kiritgan. Ammo hujjatlarda bog'dorchilik uchun deb ko'rsatilganiga qaramay, u yerga 2 qavatli uy qurib, doimiy yashash uchun ishlatgan. Bu yerning maqsadi to'liq o'zgartirilgan, lekin bu o'zgarish kadastr hujjatlarida aks etmagan. Endi Olimjon aka 5 maygacha bu yerning maqsadini qonuniy o'zgartirishi yoki agar bu imkonsiz bo'lsa, qonuniy oqibatlarga, ya'ni yerni davlatga qaytarish yoki yerni buzish talabiga duch kelishi mumkin. Bunday holatlarda yerning bozordagi qiymatiga qarab, millionlab so'm jarimalar belgilanadi va hatto mulkdan mahrum qilishgacha borishi mumkin. Mulk hujjatlarida nomuvofiqliklar. Sizning kadastr hujjatlaringizda, masalan, texnik pasport yoki mulkchilik guvohnomasida ko'rsatilgan ma'lumotlar bilan amalda mavjud bo'lgan mol-mulk o'rtasida farqlar bo'lsa, bu ham xavotirga solish kerak. Masalan, kadastr hujjatlarida uyingizning maydoni 150 kvadrat metr deb ko'rsatilgan, lekin aslida siz 180 kvadrat metrga ega bo'lsangiz, chunki keyinroq kichik bir yopiq ayvoncha yoki boshqa bino qurgansiz, lekin buni rasmiylashtirmagansiz. Bunday nomuvofiqliklar kelajakda mol-mulkni sotish, garovga qo'yish yoki meros qoldirishda katta to'siqlarni yuzaga keltirishi mumkin. Samarqandning Past Dargom tumanidan Mirjalol aka o'zining hovli uyini sotmoqchi bo'lganida bu muammoga duch kelgan. Uning uyi 1995 yilda qurilgan bo'lib, kadastr hujjatlarida 5 xonali deb ko'rsatilgan. Ammo 2005 yilda u yana 2 ta xona qurib, umumiy xonalar sonini 7 taga yetkazgan, lekin buni hujjatlarda aks ettirmagan. Mirjalol aka uyni sotishga uringanida, notarius hujjatlardagi nomuvofiqlikni aniqlab, savdoni to'xtatgan. Endi u 5 maygacha bu nomuvofiqlikni bartaraf etishi, ya'ni hujjatlarga qo'shilgan xonalarni kiritishi shart. Aks holda, uning mulki bilan bog'liq har qanday huquqiy operatsiya amalga oshmaydi va u hatto davlat ro'yxatidan o'tmagan qismlar uchun jarimaga tortilishi mumkin. Jarimaning miqdori obyektning maydoni va joylashgan joyiga qarab, bazaviy hisoblash miqdorining 20 baravaridan 50 baravarigacha, ya'ni 6 million 600 ming so'mdan 16 million 500 ming so'mgacha bo'lishi mumkin. Kimlar xavotirlanishi shart emas. Sizning mol-mulkingizga tegishli barcha hujjatlar, jumladan kadastr pasporti, mulkchilik guvohnomasi va texnik inventarizatsiya hujjatlari to'liq va tartibda bo'lsa, siz xavotirlanishingiz shart emas. Agar barcha ma'lumotlar davlat elektron reyestriga kiritilgan bo'lsa, mulkingiz haqida hech qanday noaniqliklar bo'lmasa, demak sizga bu muddat bevosita ta'sir qilmaydi. Agar siz yaqinda, masalan, oxirgi 2-3 yil ichida mol-mulkni sotib olgan yoki qurgan bo'lsangiz va barcha hujjatlarni to'g'ri rasmiylashtirgan bo'lsangiz, siz ham xotirjam bo'lishingiz mumkin. Ya'ni, agar sizning mulkingiz 2020 yildan keyin to'liq qonuniylashtirilgan bo'lsa, siz allaqachon yangi tizimning bir qismisiz. Asosiy qism 2. Qoidadan istisnolar, qaltis jihatlar va noaniq nuanslar.
Bu qoidalardan ba'zi istisnolar va diqqat qilish kerak bo'lgan noaniq nuanslar mavjud. Har bir vaziyatning o'ziga xosligi bor va ularni tushunish juda muhim. 1. Meros qolgan mol-mulkning holati. Agar sizga meros bo'lib o'tgan mol-mulk bo'lsa va uning hujjatlari eski bo'lsa yoki hatto ba'zi qismlari umuman rasmiylashtirilmagan bo'lsa, bu holatda siz ham xavotirlanishingiz kerak. Ko'pincha ota-bobolarimizdan qolgan uylarda qo'shimcha inshootlar, masalan, yozgi oshxona, omborxona, hammom hujjatlarda aks ettirilmagan bo'ladi. Bu holda merosxo'r sifatida siz bu mulkni 5 maygacha to'liq rasmiylashtirishingiz shart. Misol uchun, Qashqadaryoning Shahrisabz tumanidan kelgan Gulnoza opaning otasidan qolgan uyni meros qilib olganini olaylik. Otasi 1990 yillarda uyni kengaytirib, 2 xona va kichik ayvoncha qurgan, ammo ularni kadastr hujjatlariga kiritmagan. Otasi vafotidan so'ng Gulnoza opa uyga meros huquqini rasmiylashtirish jarayonida bu nomuvofiqlikni aniqladi. Agar u 5 maygacha bu qo'shimcha qismlarni qonuniylashtirmasa, u nafaqat merosni rasmiylashtirishda muammolarga duch keladi, balki kelajakda mulkni sotishda ham katta qiyinchiliklar tugiladi. Bunda unga sud orqali qonuniylashtirish yoki noqonuniy qismlarni buzish talabi qo'yilishi mumkin. 2. Noturar joy obyektlari, do'konlar, ustaxonalar, xizmat ko'rsatish obyektlari. Bu yangi qoidalar faqat turar joylarga emas, balki noturar joy obyektlariga ham tegishli. Agar sizda savdo do'koni, ishlab chiqarish sexi, ustaxona yoki boshqa xizmat ko'rsatish obyekti bo'lsa va uning kadastr hujjatlarida kamchiliklar mavjud bo'lsa, siz ham shoshilinch choralar ko'rishingiz shart. Misol uchun, Jizzax viloyatida yashovchi tadbirkor Botirjon akamizning avtomobil ta'mirlash ustaxonasi bor. Ustaxona 2003 yilda qurilgan bo'lib, uning bir qismi 30 kvadrat metr maydon kadastr hujjatlarida rasmiylashtirilmagan. Botirjon aka uzoq yillar davomida bu noqonuniy qismdan foydalanib kelgan. Endi u 5 maygacha ushbu qo'shimcha qismni qonuniylashtirish kerak. Aks holda, unga nisbatan tadbirkorlik faoliyatini noqonuniy amalga oshirganlik uchun katta jarimalar qo'llanilishi mumkin. Shuningdek, soliq organlari ham noqonuniy maydondan olingan daromadni qayta hisoblashlari mumkin. Jarima miqdori bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravaridan 100 baravarigacha, ya'ni 16 million 500 ming so'mdan 33 million so'mgacha yetishi mumkin. 3. Yerdan foydalanish huquqi va ijara shartnomalari. Yer uchastkasidan foydalanish huquqingizni tasdiqlovchi hujjatlaringiz, masalan, ijara shartnomalaringizning muddati o'tgan bo'lsa yoki ular yangi qonunchilik talablariga mos kelmasa, bu holatda ham siz mulkni yo'qotish xavfi ostida bo'lishingiz mumkin. Ayniqsa, qishloq xo'jaligi yerlari va tadbirkorlik uchun ajratilgan yerlarda bu juda dolzarb. Agar sizning yer ijara shartnomangiz 5 maygacha yangi talablarga muvofiq qayta rasmiylashtirilmasa, bu yerdan foydalanish huquqingiz bekor qilinishi mumkin. 4. Cheklovlar va ogirliklar. Ba'zida mulkda cheklovlar, masalan, yer uchastkasining bir qismidan umumiy foydalanish yo'li o'tganligi yoki ogirliklar mulk garovda turgani bo'lishi mumkin. Bu ma'lumotlar kadastr hujjatlarida aniq aks etishi shart. Agar bu ma'lumotlarda nomuvofiqliklar bo'lsa, siz 5 maygacha ularni bartaraf etishingiz kerak. Bu ayniqsa ko'chmas mulk oldi-sotdi bitimlarida katta muammolarni keltirib chiqaradi. Misol uchun, Farg'ona shahridan Azimjon akamiz o'z uyini sotmoqchi bo'lganida, uyining bir qismidan qo'shnining suv quvuri o'tganligi va bu haqda kadastrda hech qanday ogirlik qayd etilmaganligini aniqlagan. Bu holat sotuv bitimini to'xtatib qo'ygan. Azimjon aka endi 5 maygacha bu ogirlikni rasmiylashtirishi yoki agar iloji bo'lsa, suv quvurini ko'chirish chorasini ko'rish kerak. 5. Qalti jihatlar, qonuniy boshliqlar va maslahatchilar. Ba'zi maslahatchilar yoki yordamchilar sizga qonundagi boshliqlardan foydalanib, mulkni osonroq rasmiylashtirishni taklif qilishlari mumkin. Ammo shuni unutmangki, bu qoidalar juda qat'iy va har qanday aylanma yo'l kelajakda siz uchun katta muammolar tug'dirishi mumkin. Faqatgina rasmiy idoralar va litsenziyaga ega mutaxassislarning xizmatlaridan foydalaning. Notarius, advokat yoki kadastr agentligi xodimi bilan maslahatlashish har doim afzaldir. Hech qachon shaxsiy hujjatlaringizni tekshirilmagan shaxslarga bermang va ularning va'dalariga korkorona ishonmang.
Ko'p hollarda bunday yordamchilar fuqarolarning ahvolidan foydalanib, pul undirib, ishni yarim yo'lda tashlab ketishadi yoki qonunga xilof harakatlarga undashadi. 6. Chet elda bo'lgan fuqarolar. Agar siz hozirda chet elda bo'lsangiz va O'zbekistondagi mulkingiz hujjatlarida kamchiliklar mavjud bo'lsa, siz ham bu jarayonda ishtirok etishingiz kerak. Siz ishonchnoma orqali o'zingizning ishonchli vakilingizni, qarindoshlaringizdan birini yoki yuridik xizmat ko'rsatuvchi shaxsni vakil qilib tayinlashingiz mumkin. Ishonchnoma konsullik muassasalarida rasmiylashtirilishi kerak. Bu juda muhim, chunki vaqt o'tishi bilan jarayon yanada murakkablashadi. 7. Vafot etgan mulk egalari. Mulk egasi vafot etgan bo'lsa va uning nomidagi mol-mulkda hujjat kamchiliklari mavjud bo'lsa, merosxo'rlar avval merosni rasmiylashtirishlari va keyin mulkni yangi qoidalarga muvofiq tartibga solishlari shart. Bu holatda 5 maygacha merosni rasmiylashtirish jarayonini boshlash va kadastr agentligiga murojaat qilish juda muhim. Amaliy maslahatlar. Tomoshabin nima qilish kerak? Xo'sh, endi konkret nima qilish kerak? Qaysi yo'nalishda harakatlanish lozim? Birinchi qadam, mavjud hujjatlaringizni to'plang va tahrir qiling. Bu sizning mol-mulkingizga tegishli barcha hujjatlar, masalan, pasportingizning asli va nusxasi, mulkchilik huquqini tasdiqlovchi hujjatlar, oldi-sotdi shartnomasi, hadya shartnomasi, meros guvohnomasi, hokim qarori, sud qarori va hokazo. Eski texnik pasport agar mavjud bo'lsa, yerga egalik huquqini tasdiqlovchi hujjatlar agar yer sizniki bo'lsa, nikoh yoki ajrim to'g'risidagi guvohnoma agar mulk er-xotinning umumiy mulki bo'lsa, agar mavjud bo'lsa, turar joyning sxematik rejasi, chizmasi. Bu hujjatlarning barchasini to'plab, ulardagi ma'lumotlarni diqqat bilan tekshiring. Hozirgi holat bilan, ya'ni uyingiz, hovlingiz yoki boshqa mulkingizning amaldagi holati, hujjatlardagi ma'lumotlar o'rtasida farq bor yo'qligiga e'tibor bering. Agar hujjatlardagi ma'lumotlar bilan amaldagi holat o'rtasida farqlar bo'lsa, siz harakat qilishingiz kerak. Ikkinchi qadam, kadastr agentligiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Hujjatlaringizni to'plaganingizdan so'ng, siz yashash joyingizdagi kadastr agentligining hududiy bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilishingiz kerak. Sizning uyingiz joylashgan tumandagi yoki shahardagi filialga borishingiz lozim. U yerda sizga quyidagi xizmatlar ko'rsatiladi. Mulkning amaldagi holatini o'rganish va hujjatlardagi nomuvofiqliklarni aniqlash. Yangicha kadastr pasportini rasmiylashtirish. Mulkni davlat elektron reyestriga kiritish. Noqonuniy qurilishlarni qonuniylashtirish bo'yicha maslahatlar berish. 3-qadam, arizani to'g'ri to'ldiring va hujjatlarni topshiring. Kadastr agentligi yoki davlat xizmatlari markazida sizdan standart shakldagi arizani to'ldirish talab qilinadi. Arizada sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz, mulkingizning manzili, uning maydoni va mavjud bo'lgan nomuvofiqliklar haqida ma'lumotlar ko'rsatiladi. Arizaga yuqorida sanab o'tilgan barcha hujjatlaringizning nusxalarini ilova qiling. Asliylari sizda qolishi kerak, lekin ularni ham yoningizda olib boring, chunki ularni tekshirishlari mumkin. Agar sizning mol-mulkingizda o'zgarishlar, masalan, qo'shimcha bino qurilishi, maydonning kengayishi sodir bo'lgan bo'lsa, arizada bu haqda aniq ko'rsatishingiz lozim. Mutaxassislar sizga arizani to'ldirishda yordam berishlari shart. Savollaringiz bo'lsa, ulardan bemalol so'rang. 4-qadam, obyektni joyida o'rganish va o'lchash. Sizning arizangiz qabul qilingandan so'ng, kadastr agentligi xodimlari belgilangan kun va vaqtda sizning mulkingizga kelib, uning amaldagi holatini o'rganadilar va o'lchov ishlarini o'tkazadilar. Ular sizning mavjud hujjatlaringiz bilan amaldagi holatni solishtiradilar. Bu jarayon mulkingizning haqiqiy o'lchamlarini, qo'shimcha qurilishlar mavjudligini yoki yer uchastkasining chegaralarini aniqlash uchun zarurdir. Siz bu jarayonda ishtirok etishingiz va xodimlarga kerakli ma'lumotlarni taqdim etishingiz kerak. 5-qadam, xarajatlarni to'lash. Mulkni rasmiylashtirish, kadastr pasportini yangilash va boshqa texnik ishlar uchun davlat bojlari va xizmat haqlari belgilangan. Sizga bu xarajatlarning miqdori haqida ma'lumot beriladi. To'lovlarni o'z vaqtida amalga oshirish muhim. Masalan, yangi kadastr pasportini olish uchun bir martalik yig'im bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravari 165 so'm atrofida bo'lishi mumkin.
Agar mulkni qonuniylashtirish masalasi turgan bo'lsa, qo'shimcha to'lovlar ham bo'ladi. 6-qadam. Huquqiy maslahat oling agar zarur bo'lsa. Agar sizning vaziyatingiz murakkab bo'lsa, masalan, mulkka egalik huquqi bo'yicha bahslar mavjud bo'lsa, merosxo'rlar o'rtasida kelishmovchiliklar bo'lsa yoki mulkning holati yuridik jihatdan noaniq bo'lsa, malakali advokatdan huquqiy maslahat olishingiz tavsiya etiladi. Advokat sizga qanday hujjatlar to'plash kerakligini, qanday arizalar yozish kerakligini va qonuniy jarayonlarni qanday to'g'ri olib borish kerakligini tushuntirib beradi. Ba'zi hollarda sudga murojaat qilish ham talab etilishi mumkin. 7-qadam. Monitoring va o'z vaqtida harakat qilish. Arizangiz topshirilgandan so'ng uning ko'rib chiqilish jarayonini kuzatib boring. Har qanday qo'shimcha so'rovlarga yoki talablarga o'z vaqtida javob bering. Esingizda bo'lsin, 5 maygacha bo'lgan muddat siz uchun katta imkoniyatdir. Bu muddatdan keyin har qanday kamchilikni bartaraf etish ancha qimmatga tushadi va murakkabroq bo'ladi, chunki jarimalar kuchga kiradi va ba'zi imtiyozlar bekor qilinishi mumkin. Yakuniy xulosa va songa ogohlantirish. Aziz do'stlar, ushbu video orqali sizga 5 maygacha amal qiladigan muhim o'zgarishlar va ularning sizning mulkingizga ta'sirini tushuntirishga harakat qildim. Xulosa qilib aytganda, hozirda sizning mulkingizni qonuniylashtirish, hujjatlardagi kamchiliklarni bartaraf etish uchun noyob imkoniyat mavjud. Bu imkoniyatdan foydalanmaslik siz uchun katta moliyaviy yo'qotishlarga, yuridik muammolarga va kelajakda mulkingizni erkin tasarruf etishda jiddiy to'siqlarga olib kelishi mumkin. Esingizda tuting, 5 maydan keyin vaziyat o'zgaradi. Jarimalar miqdori oshishi, ayrim hollarda noqonuniy qurilishlar buzdirilishi yoki mulkdan mahrum qilishgacha bo'lgan choralar qo'llanilishi mumkin. Bu qoidalarning asosiy maqsadi mamlakatda mol-mulkning qonuniy va shaffof reyestrini yaratish, noqonuniy qurilishlarning oldini olish va mol-mulk egalarining huquqlarini to'liq himoya qilishdir. Shu sababli, agar sizda shu videoda tilga olingan muammolardan biri mavjud bo'lsa, zudlik bilan harakat qiling. Kechiktirishning oqibatlari og'ir bo'lishi mumkin. Umid qilamanki, bu ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi. Sizning fikringiz biz uchun juda muhim. Kommentariyalarda o'z savollaringizni, fikrlaringizni yozib qoldiring. Vaziyatingiz qanday ekanligini, qanday choralar ko'rmoqchi ekanligingizni baham ko'ring. Balki sizning tajribangiz boshqa fuqarolarga yordam berar. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang, chunki biz kelajakda ham shu kabi muhim va dolzarb ma'lumotlarni ulashishda davom etamiz. O'zingiz va yaqinlaringizning mulkiy huquqlarini himoya qilishni unutmang. Salomat bo'ling.